Alo Markus bolam, meni eshityapsanmi? Assalomu alaykum Qosim doda. Nima bo'ldi? Nima xizmat? Yo'lda mashinani baloni yorilib qoldi, u bu narsa qil. Menga road servis chaqirtirib ber. Balonimni to'g'irlab ketishsin. Ko'chada qolib ketdik. Xo'p bo'ladi, hozir hal qilamiz. Karaxan Logistics ishchilari baraka topsin. Zudlik bilan chora ko'rishligi har doim meni qoyil qoldiradi. Xudoga shukr balonni ham to'g'irlatib oldik. Bolajonlarim mashinani vaqti bilan PTI qilib turinglar. Mana men PTI qilmagandim, shu ko'rgulik boshimga tushdi. Balonlarni havosiga-yu, mashinani ahvoliga e'tiborli bo'linglar. Menga o'xshab yo'lda qolib ketmanglar.